Xo'p, Bugatti maydon bo'ylab aylanyapti va maydonga chiqib kelyapti. Chimkent, Oq-Ko'l Chimkentda. Va mana Chimkent desa ba'zi bir akalarimiz barcha boshqa narsani tushunadi. Tuman aytyapman-da. Xo'p. Xo'p, okalar Chimkentda bo'yi 93 chiqdi. Xudo xolasa uni Taroziga 93 Chimkent. Adashmasam yana bitta 93imiz bor-da. Bo'y bo'yicha. Xo'p, marhamat taroziga olib chiqishinglar mumkin. Hozir vaznini bilib olamiz. Chimkentda og'irligi 115 kilo. 115 kilogramga bo'lishi mumkin emas. Chimkentda maydon bo'ylab aylantirasizlar va taklif etamiz. Abdurahmon akamizni Chorning laqabli qo'shniqlari bor ekan. Qo'zitish Chorning. O'zi ham Chorning ekan, mana chiqib kelyapti. Xo'p, Chorningni bo'yi 92 chiqdi okalar. Xo'p, okalar Chorningni vazni 108 kilo ko'rsatdi. Hozir o'ynayapti. Xo'p, shuni tayyorlab turasizlar. Necha ekan bo'yi? Ustangi bo'yi 89. 89. Yo'q, 89. 103 kilogram. Mustangi vazni. Marhamat olib o'tishinglar mumkin hakamlar tomoniga va Izzat akamizni fransuz laqabli qo'shnilar. Tayyormi? Ochiqlar fransuzlar. Bonjour. Au revoir. To'xtating yerda fransuzlar. Fransuzni bo'yini bilib olamiz hozir. Bu o'rmonlar hali qo'zi teshdi, qo'zi. Hali oldinda 2 tish, 4 tish, 6 tish va absolut degan qo'shqonlar bor. Ular endi boshqa narsa. Fransuzning bo'yi 92. Endi Taroziga chiqaramiz, okalar. Bu Izzat degan qoralardan, Toshkent Nazarboyev Izzat degan qoralar. Cezonda edi boshqa. 107,5. Ular jetmayapti. 107, Sanadar 108. 107,5 kilogram, 108 orasida o'ynab turibdi. Inobatga olib qo'yadi hakamlarimiz. Xo'p, demak, eksperimen uchun olib o'tishinglar mumkin va Izzat akamizni Jur'at laqabli qo'shniqlarni ham ochib ko'rasizlar. Marhamat, qanchalar? Ortiqlar uchun yine laqabi Jur'at bo'lsa, nazarimda bo'yi baland bo'lsa kerak. Buni o'zancha Jur'at bo'lsa kerak laqabi. Lekin Maşallah. Şuraf, resmi dura boyu.
qo'l siltish. Bu boshqa ijro. Jirafa bo'yi 93 akalar. 93 santimetr, kar yo'q, 93 zo'r. Vaznini bilganimiz. Bu tomonda tayyorlik qo'shib so'rab qo'yamiz. Demak, olov raqamli hamda admiral raqamli qo'shqorlar. Ana admirallar ham kelyapti, xudo xolasa. Xo'p. Biz esa fasllardan birga jirafa vaznini bilib olamiz. Jirafa vazni 112 kilo. 112 kilogramm. Gap yo'q. Marhamat olib o'tishinglar mumkin va maydonga olov chiqib kelyapti. Olov. Gap yo'q. Olov. Xo'p. Olovni necha qo'yinglar? O'ymaydi olibdi u birisa. O'y mumkin. Bo'ldi. Shoshmaymiz Metr va 95 bir balkim. 92'leri ko'p bo'ladida. Beter bo'g'la. Qoch. Xo'p. Olov bo'yi mo'ljallar deyapti. Beter. Choy qo'y. Olov. Oy. Bu qo'shqorni otmi bu aka? Toycha bo'lgan ha. Gap yo'q. Olovni bo'yi 94 yarim. Voy, gap yo'q. Qarshi shahriga joyi keldim ha. 94 yarim. Bu bo'yicha oldinda olov. Ana endi vaznini bilamiz. Qani vaznini chiqargan. Yana bir ma'lumotni o'tib ketamiz. Nevataka bu qo'y vodiydan kelgan. Vodiydan Toshkentga kelgani uchun shu qo'y 10 kilo atrofida bes yo'qotadi. Stress oqibatida. Mana bes yo'qotgan holatda 112 kilo. Yo'q, 112 kilogramm. Qabul qilib olamiz. Hakamlarimiz sinovatga olib qo'yadi. Yo'q, lekin bu bo'yicha 94 yarim. Zo'r. Yurg'iz beryoqi shu qo'y yurg'iz. Aylantirib o'tkazishingiz mumkin. Hakamlar oldidan bu tomondan aylantirib bo'lasiz. Va admiralni olib chiqinglar. Qani admiral? Strikeout pressing against one. Admiral, yep, qo'ying. Strikeout pressing against one. Strikeout pressing against one. Nasrlar yo'q chiqib bo'lmaydi chiqadi. Bunga chiqqan bu. Final qolib turib yoldirgan. Admiraldan keyin tayyor bo'lsin. Bunday akamizni imperator laqabli qo'shqorlar bor ekan. Imperator tayyorlab turishini so'rab qolamiz. İmperator adashmasam bizda ko'zi tishli yo'nalish bo'yicha so'l sohasi. 92 chiqdi. 92 santimetr. Gap bo'yicha emas. Admiral 92 santimetr bo'y bilan yetib keldi maydonimizga. Vazni. Baraka ashli уже bilsa. 125 gap bo'yicha bilan biz hazini shakllarga baravar yashaymiz. Javob yo'q. Strikeout pressing against one. Chiqib turib tutadimcha. Pressing against one. Aram turibach. Javob yo'q. 125. Ko'zi tishli ya, 125. Xo'p, 6 kilo demak bizda hozir adashmasam imperator. Mana imperator olib chiqinglar. Imperator bo'ladi. Rost kuchli ekan bu. İmperator bo'yi 91 yarim. 91 yarim. Bo'yi marhamat taroziga olib chiqamiz.
Sagiproga yana bizda ko'rsatish bor. 92 ekan, 92 ekan. Imperator bo'y 92. 92. Qabul qildik. Tamoziga chiqamiz. Bidon 94 Nurbek borda o'sha. 25 bor Vesta. Bo'lsa 81 ga chiqadi. 80 Imperator. 4,5 Imperator vazni 85 kilo. 85 kilogram. Jaroy 85 kilogram vazn berdi imperator. Marhamat olib o'tamiz hayvonlar tomoniga. Va so'nggi ko'rsatishni yo'nalish bo'yicha so'nggi qo'shqorimiz Cadillac laqabli hayvon. Cadillac. Cadillac qo'shqorlari. Qo'lni qaraylar, qo'lni. Hozircha. Maşallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Shunday qo'shqorlar jaratdan Alloh Sizlarga nasib qilsin, kerak. Gap yo'q. Cadillac'ning kasbini yo'qotgan. Nima bo'lishini bilamiz. Marhamat bo'yinni o'lchaymiz. Sagiproga bo'yinni o'lchaymiz. Marhamat. So'raling necha? Узкийрак uni вес аз bo'lib qoldi. Rostlar 90 kerak. Razres bor ekan. 90 kerak edi. Xo'p. Cadillac bo'yi 91. 91 santimetr Cadillac. Xo'p, gap yo'q. Bu qo'shqor ham qo'zitish yo'nalishida, okalar. Bugatti chiqdi. Mustang chiqdi. Cadillac chiqdi mana. Xudo xolasa. Xo'p. Bu ko'rsatish yo'nalishidagi so'nggi qo'shqor. Yana bir eslatib o'tamiz. Cadillac vazni 110 yarim. 110 kilogram. Marhamat olib o'tishinglar mumkin hakamlar tomoniga. Va endi qanday qilamiz? Birdaniga ikki tishni o'rganamiz, to'g'rimi? Va so'ngida daholar taqdirlash marosimini eng oxirida o'tkazamiz nazarimda. Shunaqa, okey, ikki tishi boshlaymiz. Rahmat. Ana endi aziz mehmonlar, hurmatli akalar, ukalar, hozir mana shu maydonga chiqqan qo'shqorlarni boqqan egalariga bu shu darajada muntazam ochishlikda jar bo'lishini bilamiz. Bu 2-3 va 2-4 tishlarga qanaqa holat keladi, xudo xolasa buni birgalikda ko'ramiz. Marhamat, endi 2 tish yo'nalishiga o'tamiz. Birinchi bo'lib Davron akamiz tashlaganlar. Marhamat. 2 tish boshlandi. 2 tish. İki tish yo'nalishiga boshqacha chiqib kelyapti. Ko'rinish ham boshqacha. Marhamat, bo'yinni o'lchaymiz. Laqabi Davron adashmasam, Davron akamizni qo'shqorlar ekan. Tayyor tursin. Demak, Azam akamizni Junior Giraf laqabli qo'shqorlari. Junior Giraf. Xo'p, Turonli bo'yi 91 chiqdi, okalar. Bu Batkenning bolasi. Maşallah. Qoraqalpog'istondan kelgan Davron akam qo'chqorlar. Qirg'izistonda Batkenning qo'chqor bor. 1000 kilometr yurib Hozir shu 1200 kilometr deyapti. Qoraqalpog'istondan kelgan. Ya'ni vodiga kelganda 15 kilogram tashlasa qancha tashlagan bo'ladi? Sagiproga 15 kiloda. mana shunaqa. 129 kilogram. Yaxshi. Ofarin. Ana endi hakamlar tomoniga va qaragansa tomoshabinlarimiz tomonlab sekin ayvongacha ochish kerak. Biz buni bo'yini o'lchab turamiz. Junior Giraf chiqib kelyapti mana. Batken qo'chqorning bolasi ekan. Vaqtlar atasi. Egasi lekin otni jinnizini qo'yibdi bor. Junior. Xo'p, Junior bo'yi 95. 95 gap yo'q. Qarshilashish yozilgan. Bu qarshilar bilan ishlab qo'yamiz. Gap yo'q. Azam akamizga qo'yib 95 vaqt qilib qo'ygan. Xo'p, endi vaznni ko'ramiz birgalikda.
Marhamat. Tayyor turishimizni so'rab qolamiz. Shahzod akamiz G'irrosning laqabli qo'shiqlar bo'lgan. G'irrosni tayyor qilib turasizlar. Junior vasli 133 yarim. 133 yarim. Qoyil. 133 yarim. Marhamat, olqishlaylar. Keyingisi. G'irrosni. Aylansin, okey. Judayam katta narsa, okey. Jem tushib ketsa kerak arqotna. Arqot urib o'tadi, ko'tarib o'tadi qayra-qayra. Qatı jemde solganda Mustafa'ga şey. Sabiqo'ga uni tanishtirasizmi? Grozni adashmasam. Shunaqami? Grozni Shahzod eganing qo'ylari. Bo'yi 95 chiqdi va bu qo'shqora Grizzly'ni bolasi, okey? Ana. Shu Grizzly'ni bolasi. Mikrofon bilan qarorga yetishmayman deb. Xo'p. Grozni. Опа! Xo'sh, 148 kilogramm. Gap bo'lishini bildiraman. Olqishlab qo'yamiz qarshiga. 148. Grozni. Grozni 148 kilogramm berdi. Tayyor kursam, Hojatboy akamizni krasavchik laqabli qo'shiqlari bor ekan. O'zini tayyor qilib turasizlar. Tayyor adashmasam, krasavchik bo'l mana. Как salonlarga kirib krasavchik bo'lib ketdi o'zi ham. Marhamat, ochinglar ekan. Ochinglar. Krasavchik. Ha. Grozni, tayyor. Nasıl bo'lacak? Boyu yakın. Krasavchik bo'yi 98. Niye koyun? 98! Koyun! Krasavchik 98 boyunu. Bemalol pastki boyumisini bildiradi o'rtoqlar. Xo'p, vazni. 141 kilo. 141 kilogramm. Gap bo'lishini ko'ramiz. Krasavchik. Endi vazn o'zining yo'liga unga bo'y bo'yicha hozir boshqalarni ortda qoldiryapti krasavchik. Gap bo'lishini ko'ramiz. Olmadinglar ekstremga va lider. Marhamat, lider va chiqinglar. Lider Ramin akamizni qo'shganlar. Ekip işler 145 şuje çıkmaydı da kalganlar jetpeydi 140 qaragандай болады da 142 çıkıp atады. No boydan 98 çıkıp kaldı bu ekipten. Aldı da çıkanlar fakat o şöyle de. Bozuk işleri bitti. Hazır şu. Lider bo'yi 96. 96. Gap bo'lishini ko'ramiz. Lider 96. Lider 96 çıktı boyu. Xo'p, hozir biza lider vaznini bilmaguncha tayyor bo'lishini so'raymiz. Polvon laqabli qo'shiqchi Muhammad Yusuf akamizga bu ikki kishi orasida so'nggi qo'shiq hisoblanadi. Hozir esa lider vaznini bilganligini bilib olamiz. Marhamat. 143 kilo. 143 kilogramm. Marhamat, olqishlar bu liderda
Va bu tomonda Polvonni bo'yini hozir bilganini ko'rib olamiz. Marhamat. Ana Polvon. Lider Ramin aka. Grizzly'ni bolasi. Maşallah. Men Grizzly'ni bolasi. Hali aka kelganda-ya, qanday bo'ladi? Xo'p. Marhamat. Bu tomonda esa biz Polvonni bo'yini o'lchamoqmiz. Bo'yi 94 polvon. Boyu 94 bo'libdir. Salmog'i chiqacha o'tgan. Ikki tishlarda Polvonni vazni 142 kilo. 142 kilo bo'ldi. Hozir 143, akalar 143. kuchlilar yem chatdi. 143 kilogramm gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p. 193. Polvonning vazni endi so'nggi qo'shganimiz qoldi. Ikki tish orasida Batken 2 adashmasam, Batken 2. Marhamat ochishlar, Batken 2ni bu ana boshqacha chiqib keldi. Batken 2. Opa. Batkendan chiqqan mushkullar bo'lsa kerak bular. Ikki tish Batken 2. Bo'yi yaxshi ekan bu. Baka 94. Batken 2. Bundan keyin yana bitta bor. Shoshmaymiz akalar, shoshmaymiz. Bo'yi qancha bo'ldi Hop, hozir? Batken 2 ni bo'yi 95. 95. Batken 2. Qo'ygan. Jitbey qoldi. Marhamat. Batken 2 olib chiqinglar parvoziga. Besim yurasi. Talish kelganda bu yoqdan. Muz kerakkan. Yengil bo'lsa kerak bu. 125 kilo. 125. Hozir tishdan besim. Va ikki tish yo'nalishi bo'yicha so'nggi qo'shiqlar adashmasam saytida. Yo'q, oqib degan. Shu. Oxiri shu. Bir qo'ch chiqarib olibdi ha. Bo'ldi. Bor ekan Zo'r akalar. Bitta qoldi, ikki tish yo'nalishini oxiri. Shaman laqabli qo'shiqlar. Ochinglar shamanni qanday qo'ygan shamanni ham. Mana ozgina ishlari bor ekanda shamanni bir ikkita shunga tashqariga chiqib aylanib ketdi. Shunga sal kech qoldi. Chiqsa mana shaman bu keldi. Marhamat, bo'yni o'lcharinglar shamanni. Bo'yi qancha yotadi? Shamanni bo'yi 94. 94 cm. Shaman, marhamat. Ozgina turli tortib bezgan bo'ylar. Jitbey qoldi. Xo'p. Vaznini bilib olamiz. Hozir vesini 125 yarim. Ikki tish qayerda? 125. Xaziyain Ali. Последний ikki tish. Ali akani qo'ylari 125 yarim kilo. Yo'q, sen ko'rgan ancha bo'ldi, nazarda. Endi 4 tish ko'ramiz, 2 tish. Demak, qo'shqonlarni ko'rgazmasi shu bilan yakunlandi o'rtoqlar. G'oliblarni, hali sovrindorlarni oxirida bilib olamiz. Kim vazn bo'yicha, kim bo'y va kim eksteryer bo'yicha birinchi, ikkinchi, uchinchi o'rinni olganliklarini va mijoz xavfsizdan chalib qo'yamiz egalariga albatta. Rahmat degan holatda. Tabriklar zo'rmi, siz faoliyatmi? Hammasi yaxshi. Hali eng zo'rlari oldim, o'rtoqlar.